Diqqat qiling, yanvar oyi pensiyasi kechikadimi? 2026-yil yanvar oyining pensiya to'lovlari haqida so'nggi ma'lumotlar. Pensionerlar videoni o'tkazib yubormasdan ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 2026-yil yanvar oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning yanvar oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,2 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd shaklda oluvchilar, ya'ni 3,8 million nafar yoki pensiya oluvchilarning jami 89% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchilarga pensiya pullari 6-yanvardan 27-yanvar sanalarigacha tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarlarimiz pensiyasini naqd pul shaklda oluvchi fuqarolarga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Like tugmachasini bosib, eng so'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.